Jannat minbarlarida shunaqangi bir insonlar o'tirar ekanki, hattoki payg'ambarlarni havas kelar ekan. Shunda so'rashar ekan, bu jannat minbarlarida o'tirganlar kim? Shahidlarmi, siddiqlarmi, payg'ambarlarmi? Deganda Alloh marhamat qilar ekanki, jannat minbarlarida savlat to'kib o'tirgan bu odamlar payg'ambarlar emas, siddiqlar emas, shahidlar emas. Ular Alloh uchun bir-biriga do'st bo'lgan. Alloh uchun bir-biriga oqibat qilgan. Alloh uchun bir-biriga sadoqat bilan xizmat qilgan do'stlar. Ana bugun o'sha do'stlikni mukofoti jannat minbarlarini Alloh bularga nasib etdi deb jannat ahliga ko'rsatilar ekan. Bir odam do'stini ziyoratiga ketayotgan payt inson suratida bir farishta yo'llarini to'sib, "Ey birodar, qayerga ketyapsiz?" degan savolni qildi.